Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Germaniyaning Myunxen shahrida ta'sis qilingan Tor televiziyasining bugungi naq maydon suhbat programmasiga xush keldingizlar. Aziz qarindoshlar, men Farhod Yurinqash bo'laman. Old bilan hammangizdan yurakdan salomlayman. Mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Aziz qarindoshlar, rasmiy programmani boshlashdan burun, suhbatni boshlashdan burun sizlarni ba'zi Dunyo Uyg'ur qurultiyi tashviqot uchur markazining ba'zi yangi belgilamalaridan xabardor qilib qo'yay. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tashviqot uchur markazining yangi belgilamasiga asosan naq maydon programmalari haftada faqat 2 kun berildi. Çarşamba günü Germaniya vaqti atgan soat 10'da ve Cuma günü yana Germaniya vaqti soat 10'da. Her düşenbe günü xabar ve mülayize programmasını tushdan burun, her düşenbe günü tushdan burun bunu ko'rasizlar. Shundaqli program oxirlashgandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyininki YouTube adresi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining YouTube adresi ve Tor adresimi ekran kilidi ve şu ekrandaki adresga asosan YouTube orqali ve maxsus Tor bekiti orqali Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining bütün programlarını ko'rasiz aziz qarindoshlar. Xo'sh, hurmatli huzur ko'rguvchilar, bugun apreldigan bu naq maydon suhbatimizningki mazmuni haqida sizlarga oldin uchur e'lon bergandik. Bugungi suhbatimiz Qozog'iston deki Uyg'urlarning yerdagi umumiy vaziyati, Qozog'istondagi yuzlanishlar, Qozog'iston-Xitoy munosabatlari, u yerlik siyosiy faoliyatlarimizning ilib berayotgan faoliyatlari mushu mazmunni cho'ziga asosda bo'ladi. Shuning uchun sizlarni bu jihatda atrofli ma'lumotga ega qilish uchun hammanglarga tunishlik bo'lgan bizningki peshqadam ustozlarimizdan va peshqadam inqilobchilarimizdan hozir Qozog'istondagi Olmuta shahrida istiqomat qilib turayotgan Qarman akamizga bog'landik. Mana ekran oldida bizningki muhtaram ustozimiz Qarman Xo'jambadi akamiz. Hurmatli Qarman aka, ataytib vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun sizga alohida rahmat aytaman. Xush keldingiz. Rahmet, assalomu alaykum Farhod efendim. Hurmatli qarindoshlar, men bayım biraz qisqacha tunishtirib o'tdim. Bizning Qarman akamiz hamda shu Qozog'istonda eng burun bu Qozog'iston mustaqil bo'lgandan keyin qurilgan tunji Uyg'ur ittifoqi jamiyatininki quruvchisi va raisi bo'lgan, uzun yillardan buyon Qozog'istonda aktiv izchil faoliyat olib borayotgan bizningki fidokor milliy ustozlarimizdan biri. Shundaqla Qarman Xo'jambadi akamiz, yana hozir chet ellarda qurilgan mayli 98-yil Turkiyada qurilgan Sharq Turkiston milliy markazi olsun, 99-yil Germaniyaning Myunxen shahrida qurilgan Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultiyi olsun va yoki 2004-yil qurilgan hozirgi Dunyo Uyg'ur qurultiyi olsun, bu qurultaylarimizning hammasining eng asosli quruvchi a'zolarining biri va hozirmi o'zi Dunyo Uyg'ur qurultiyininki bosh maslahatchisi bo'lish sifati bilan bu faoliyatimizni hozirgacha davomlashtiryapti. Xo'sh, Qarman aka, avval shuni sizdan bir so'ramoqchi. Siz ham uzun yil maxsus shu Qozog'istonlik Uyg'urlarning vaziyati haqida maxsus tadqiqot olib boryapsiz. Bu jihatda nurg'un ruscha maqolalaringiz e'lon qilindi. Hamda bu shu xalqningki birliklanmagan bir nuqtasi bor. Qozog'istondagi Uyg'urlarning umumiy soni haqida. Zaten bu Uyg'urlarning soni zodi nechilik bu Qozog'istondagi Uyg'urlarning soni? Bu bütün dünyada bizim nüfusumuz bir mahfiy bo'lib qoldi uchun Qozog'istonning rasmiy bu da 2009-yil e'lon qilgan statistikasi bo'yicha 250 ming atrofida. Ama bu 1898-yil Çar Rusiyaning bir statistik var, 7 Uyg'ur to'g'ri. Shuning o zamanda 90 mingdan ortiq ko'rsatgan. Shunga asoslansa bu tarixda bo'lgan hamma fojialarni hisob qilib, masalan, Atu fojiasi 1918-yilgi 100 mingdan Uyg'urlarning qaytadan ana vatan ketgini, undan keyingi taqiblashlar 30-40 yillardagi, ama 50-yillardagi bu yoqqa qaytadan chiqish umuman 1962-yilgi 29-may G'ulja qonliq fojiasidan keyin 100 mingdan 200 mingga yaqin odamning bu yoqqa qochib chiqishi, o'shani hisob qilsak, hozir kam deganda 500 ming Uyg'ur bor. Men shu statistikani davomli deyman. Bu yerdagi koeffitsiyentni hisob qilsak, ko'pish koeffitsiyentini kam deganda 500 ming bor. Maşallah. Qarman aka, masalan, hamda bu 1990-yillar bu Qozog'iston mustaqil bo'lgandan keyin vatan ichidagi Uyg'urlar, mayli O'rta Osiyodagi, Markaziy Osiyodagi Uyg'urlar bo'lsin, intayin suyundiq chet eldagi Uyg'urlarda ham Qozog'istonniki o'zimizning qarindosh bir davlatiniki mustaqil bo'lganligidan. Endi bu mustaqil Qozog'iston mustaqil bo'lgandan buyon u yerdagi Uyg'urlarning vaziyatida
qandaq bir yüzleniş, qandaq bir davolg'ishlar bo'ldi hozirgacha. Hamda ba'zi qarasak, bu yerdagi Uyg'urlarning ijtimoiy, siyosiy, ma'muriy jihatdagi bu yerdagi o'rnining biroz ba'zida tuvallab, ba'zida yuqori ko'tarilib, bulutli Shanxay hamkorlik tashkiloti qurilgandan keyin bu yerdagi Uyg'urlarga bo'lgan biroz Xitoyning bevosita besimlarining biroz kuchayayotganligini ko'ryapmiz endi. Siz masalan shu Qozog'iston mustaqilligidan buyon Uyg'urlarning bu yerdagi nimasiga, vaziyatiga qanday bir baho berasiz qisqacha hozirgacha? Qisqacha aytsam, birinchi Qozog'iston 1991-yilda Sovet ittifoqi tarqagandan keyin mustaqil davlat sifatida tiklanish jarayoni birinchi Qozog'iston ittifoq jumhuriyati. Shu ittifoq jumhuriyatining o'zining asosiy qonunlari bor, shuni asos tiklandi. Birinchi navbatda 1993-yil birinchi asosiy qonun qabul qilindi. Keyinroq uni to'liqlab biz prezident sistemaga o'tdik. 95-yil ikkinchi asosiy qonun. Andan keyin taraqqiyot payam mangdi, ammo Qozog'iston dunyo sahnasiga chiqqanda birinchi bo'lib bu ulug' davlatlar bilan qo'shna Sovet ittifoqining o'rniga kelgan Rossiya va Xitoy bilan yaxshi qo'shnidoshlik aloqa qilish siyosatini ilgari surdi. Ko'p qutbli siyosat. 96-yilda 30 yillik Qozog'iston va Xitoyning tinchlik, do'stlik shartnomasi bor. Bu shartnomada ikki taraf bir-biriga qarshi harakatga yo'l qo'ymaydigan masalalar yozilgan. Mana shundan boshlandi. Masalan, 97-yilgacha men Cumhuriyetlara Uyg'urlarning ittifoq raisi sifatida 7 qitim Xitoy elchixonasi oldida Lobnar atom sınaq poligoni yepish to'g'riliq rasmiy namoyishlarni o'tkazgan, ruxsat qiladi shu zamonda. Keyin bular hamsi cheklandi, yepildi. Undan keyin bilasiz, boshda Shanxay tashkiloti degan paydo bo'ldi, ammo 2001-yildan keyin Shanxay hamkorlik tashkiloti paydo bo'ldi. Uningda uni markazi qilib terrorizmga qarshi kurash markazini qurdi. Mana shundan keyin bu Qozog'istondagi Uyg'urlarning vatan da'vosi, Sharq Turkiston Uyg'uriston da'vosi nihoyatda qattiq besimga uchirdi. Endi Uyg'urlar bu Qozog'istonda Chor Rossiyadan tortib madaniy ma'rifda yaxshi pozitsiya egallab kelgan. Chor Rossiya zaman masalan 1910-yili alsak shu zamonda bu Ruscha, Uyg'urcha maktablar bo'lgan. Shu zamonda. Hozir Xudoga ming shukr, Qozog'iston Sovet ittifoqining bu milliy siyosatini teg'imli rivojlantirib, bu qarindosh do'st millat bo'lgandan keyin Uyg'ur madaniyatiga, tiliga keng sharoitlarni yaratdi. Bugun Qozog'istonda 60 dan oshiq Uyg'ur maktablari bor. 10 nechisi toza Uyg'ur, qolganlari aralash. Buningda 20 mingga yaqin bolalar o'z ana tilida bilim oladi. Tabiiyki shundan ortiq ustozlar ishlaydi. Qozoq davlat Olmaotadagi universitetida Uyg'ur til bo'yicha bir bo'lim bor. Ustozlar shundaqla bizning Mashhadagi Yarkan shahrida kollej, pedagog kolleji bor. U yerda boshlang'ich sinflarning ustozlarini tayyorlaydi. Bu bir sistema, ma'rif sistemasi. Andan keyin bizda Uyg'ur teatri 1934-yildan beri bor. Uyg'ur teatri hozir akademik statusga darajaga ko'tarildi. Yerda 200 ga yaqin artist, har turli muzikant, san'atkor bu teatrning masalan Urumchidagi teatrlardan alohidligi maxsus dramalarni qo'ydi. Masalan yozuvchilar masalan ikki yulduz degan Yusuf Pashajiv bilan Mahmud Qashqari to'g'riliq, Sadir Palvon to'g'riliq va hokazo Nozgul to'g'riliq simfoniya shunday Chex madaniy tarafdan taraqqiyot. Undan boshqa o'z vaqtida İctimai Fənlər Akademiyasida Uyg'urshunoslik markazi bo'lgan 1996-yil qurilgandi. Nima 86-yil. O keyin qisqarib hozir shu Sharqshunos institutining ichida Uyg'urshunoslik tadqiqot markazi ishlaydi. O'nlagan olimlar Uyg'ur tarixi, adabiyoti, tili
umuman keng sahada tadqiqot qilib ketib bordim. Shundaqla Uyg'ur tilida nashriyat bor, Mir deydigan Uyg'ur bizning yozuvchilar ittifoqi bor. Bir 50 yazgıcı şairlar, Uyghur yazgıcıları teşkil kıldı. Başında medeni marifi taraftan bu Merkezi Asya'daki cumhuriyetlerin içinde en yüksek. Bunda şarayet ya Kırgızistan'da, ya Özbekistan'da, ya Türkmenistan'da yok. Bana bir alahligi bu. Lekin bunu biz Kazakistan burun endi Sovet sistemisidir. İqtisatma başqa bo'lgan. Hozir biz endi iqtisod kapitalistik sistemi deymiz ya. Shuningga munosabatdan ko'p narsada qalayimqanchilik bo'ldi. Ba'zi qiyinchiliklar maratma bugun bo'lyotdi. Masalan, tadqiqot markazlarida hozirgi bu raqobat bozor iqtisodiga munosib emas temalarni tadqiqot qilishlar to'xtaldi. Faqat birileri buyruq mu berse, mesela Uygur tilinin falançı nimisi ya ki bundaq tarixini yazdı. Ula yazıdı. Bu mesela bu hiç kim amaydı, pul yazdı mesela. Bana başında qiyinchiliklar var. Uygur mektepleri biraz özünün süpütünü yo'qotib qo'ydi deydi. Lekin o'zgarishning eng cho'ngi buni ijtimoiy tarafdan, siyosiy tarafdan shu 90-yillardan boshlab bu yerda har xil tashkilotlar. Mana bizda masalan madaniyat markazi degan sistema bu cumhuriyatlikdan tortib baq yezigacha madaniyat markazlari bor. Shu cumhuriyatlik madaniyat markazining raisi davomli bizning parlament a'zo bo'ladi. Assambleya orqali prezidentning o'zining nimasi bor, shuning bilan uni ashay kuyizdi. Ya'ni Uyg'ur masalasini butun parlamentda qo'ya oladi. Viloyat madaniyat markazlari viloyat hokimlari bilan ishlaydi. Nahiyalik madaniyat markazi nahiya hokimiyati bilan, yezlik yezi hokim bilan. Bu mundaq bir sistema. Yigitboshlar mana shunday cumhuriyat bir sistemada ishlaydi. Bundan boshqa nahayatkan buni ixtiyoriy har xil muzikalik usul o'ynaydigan vakaza gruppalar. Mesela Almut'un özü 20 neçi aşındaki gruplar var. Bunlar hem de özlerini teminlep ama Uygurların medeniyetini terak kılışka özlerinin ülüşünü hoş kivatıdı. Mesela hazır Karmanka Kazakistan parlamentida Uygur parlament azası var mı? Ya ki Kazakistan'daki yukarı dereceli rehberlik baş ministerligi olsun veya prezident mahkemelerinde yukarı dereceli vaziyet ütavatkan Uygurlu var mı hazır? Kazakistan parlamentida mecliste bir bizning milletvekili var, Şaymardan Nurumov degan. Hem o şu Cumhuriyetlik Uygur Medeniyet Merkezi'nin reisi var. Undaq var. Hem de ministerliklerde yok. Minister bo'lib ishlayotgan. Lekin şu prezidentning ma'muriyatidan tortib har xil ministerliklardan apparat deymiz. Bu yerda ashad ishlayotganlar bor. Mayli ichki ishlar ministri bo'lsin, ya bexatarlik bo'lsin, harbiylar bo'lsin, ko'pligan o'nlagan polkovniklar bor. Harbiy mudofaa ministrligiga shu o'zlarining doirasida. Ko'p sohalar bor, ammo shu oblast uningdan yuqori boshqarayotgan bunday oliy amaldor yo'q. Mesela bakarmanki bu Kazakistan'dan yakın mezgillerden buyon Kazakistan bu xalqaro kishilik huquq tashkilotlarininki hatta Yevropa parlamentinin diqqat e'tiborini qo'zg'ayotgan bir rayonga aylanib qoldi hozir. Masalan, burun siz degandek bu 91-yil Qozog'iston mustaqillik vaqtida agar xatolashmagan bo'lsam bir nima hukumat bir qaror olgan dunyoning har qanday yerdagi qozoqlar kelib Qozog'iston kelib yerlashsa uni garajdanlik oldiganligi haqida va shu sababdan bizning vatandan nurg'un qozoqlar chiqib Qozog'istonga yerlashdi va bu yerda garajdan bo'ldi. Ammo keyingi mezgillarda qaraydigan bo'lsak bu jazo lagerlaridan mingtas qutulib chiqib kelgan ba'zi qozoqlarni kirgizmay, masalan, avval qatida bir qozoqni Bangkok orqali kelgan qozoq qarindishimizni kirgizmadi Qozog'iston. U yerdan u qarindishimiz O'zbekistonniki otlan stansiyaga bordi, u yerdan kirgizmay, u yerdan saqchilar majburiy yana Tailand qaytirib etdi bir qozoq hamda.
Onundan keyin masalan bu yaqinqi mezgildan buyon mayli Ömer Bekali deyli, u mu Qozog'istonda turolmay Turkiyaga ketishga va boshqa davlatlarda sarson bo'lib yurishga majbur bo'ldi. Bunda bir ahvollar bor. Masalan, tunagimi bu Qozog'istondagi bu jazo lagerlari masalasini ko'tarib chiqqan kishilik huquq tashkiloti ota yurt fidoyilari tashkiloti. Menki boshlig'imi tunagin boshlig'ini sotildi deymi tunagin Qozog'iston hukumatı. Bu işte bu qanday gap masalan bu Qozog'iston hukumatining bu jazo lagerlari masalasi o'zining qozoqlarida hamda kelganlar tutgan bu muomalasi bu qanday ish endi? Qozog'iston endi dunyoda territoriyasi eng cho'ng 10 davlatning biri kirdi. 2 million 900 ming kvadrat kilometr. Nopsi mana hozir 18,5 million. Shunga shu 90-yillarning 5'ida prezident Nursulton Nazarboyev Oralman strategiyasini maydonga chiqargan. Bu stratejiyaning ideyasi dunyodagi qozoqlar bu Qozog'istonning statistika bo'yicha 5 millionga yaqin qozoqlar boshqa davlatlarda turadi ekan. Mana shular hammalar Qozog'iston qaytib kelinglar, vatandosh bo'linglar degan. Uning maxsus idoralar qurildi, vatandoshlik berish. Lekin endi bizning Uyg'uristondan, Sharq Turkistondan mening egilgan ma'lumotim bo'yicha bir 200 mingga yaqin kishi keldi. Asosan yoshlar, bilimliklar, ama bugungi kunga qadar bu masala mundaq bo'lgandi. Burun kelib bular bir 5-6 yildan keyin mashaga grajdanlik o'tib pasport elib ishlashga u bu. Hozircha bu ish suslashdi. Sabab bunu 2016 yıldan 2020'den keyin Xitoy hukumati Uyg'urlarga qo'llanayotgan taqiqlash, shu jazolash endi Uyg'ur millat sifatida yo'q qilgan siyosatning tarkibiga bu qozoq, qirg'iz, o'zbeklarni kirgizdi va ularni tutishga boshladi. Shuning bilan bu masala Qozog'iston hukumatida nimishkido rasmiy bir kun tartibi qo'yilmadi hamda yepib qo'yilishi mumkin, qo'yilgandi. Ama tunji qitim bu to Atyaz bu Sayragul Savutbay degan ayol u shu jazo lagerining qadimgidek ma'muriyatida ishlagan kishi shu qechib chiqdi. Chunki uning eri Qozog'istonlik, Qozog'iston fuqarosi. Tabiiy bolalarimi Qozog'iston fuqarolari. Qechib chiqqandan keyin bu siyosiy panoh talab qildi bu ayol. Ama Qozog'iston hukumati uningga bamdiz maxsus sud bo'ldi. Sud nihoyatda amdan qaror oldi. Qaytirib bermasga va Qozog'iston qolsin degan, fuqarosi bo'lsin degan qaror ilindi. Ama keyinroq qandaqdir bir mushu bu yerda ko'chib qo'nish degan bir nimba idora cho'ng. Shu idoraning qarori bilan uningga siyosiy panoh berilmadi bu ayolga. Mana u ayol hozir qaytadan shu sotilishyapti siyosiy panoh elishga. Bu siyosiy panoh berilmasa uni Qozog'iston fuqarosi bo'lmaydi. Vaqtda bu ayolni qaytarib berandi. Bu hayron qoldigan bir ish. İkinci bu masalan Ömerbek Ali. Qaramayda bir yildan oshiq jazo lagerida yotgan, nihoyat dahshatli filmlarni ko'rgan. U chiqib u Qozog'iston fuqarosi, Qozog'iston pasporti turib shu jazo lagerida tashlanganda mana bu hayron qolarlik. Shunda bu masala sahnaga chiqqandan keyin Qozog'istonning tashqi ishlar ministri Sobiq Qayrat Savdo Abdurahmonov bir necha qitim Beijingga berib Qozog'iston fuqarolari ne yaxtiki bo'sh tutish masalasini qo'lga keltirdi. Hatta rasmiy bir 2000 ga yaqin kishini bo'shtimiz dedi. Ama bugungacha bu bo'shtilgan kishilar hammasi yaxtiki o'zlarining uyida Nazarbandda. 2000 bo'shdimi, qancha bo'shtildi, u to'g'ri hech qanday ma'lumot yo'q. Lekin bu kishi hozir bu tashqi ishlar ministrligidan ketdi, boshqa xizmatga hozir boshqasi keldi. Endi Ömerbek Ali karamat yaxshi ish qildi. Bu masala paydo bo'lgandan keyin 2017 yilning oxiridan tortib Olmutida o'sha Ota yurt degan bir tashkilot qurildi. Uning raisi bo'lib Sershon Bilash, bular mushu ashundaq yaxtiki tuqqanlari yoki oilasi bu yoqda aylaviy masalalarga Xitoy tarafdan taqbilishayotganlarni tizimga elish, hukumatga berish. Endi hukumat
ma'lum darajada buni ochiq emas yepiq ilib manganlikdan bular axiri shu shaxsan mening bilan maslahatlashdi, dunyoga fosh qilishni to'g'ri ko'rdi. Ham nihoyat yaxshi bo'ldi. Bu qozoqlarning haqiqiy konkret kishi qaysi lagerda, qayerda, nima bo'lgan o'zining ya akisi, ya dadisi, ya bolalari shundaqlar 5-6 ming yetdi ekan shular o'zi. Bu 200 mingdan hozir 10 mingdan ishib ketishi mumkin. Mushlar paktlarni yig'ishga boshlagan, ammo nimishkidir men bilmabdiman. Mana tunugun bu sot bo'ldi. Bu Atajurt tashkiloti rasmiy ro'yxatdan o'tmagan ekan. Shuning uchun Serjan Bilash va uning atrofidagilarni qonunsiz faoliyat qildinglar degan Jinoiy ishlar kodeksi, ma'muriy kodeksining doirasida jazolab 100 oylik jariman, ya'ni 250 ming tanga jariman selindi. Birinchi qatim, tunji qatim. Endi bu masala qanday bo'ldi, nima bo'ldi? Bu yerda shu boyaqi bu yana qaytib kelamiz. Shanxay hamkorlik tashkilotining terrorizm qarshi turush degan bir markazi bor. Bu yerda qoidalar, har bir davlat vazifa olgan, qoida yozilgan, bu bir tarafi, ikkinchi tarafi bilasiz, bu Xitoy lideri Xi Jinping 2013-yili Ostonada tunji qadim bir balvoq bir yo'l strategiyasi e'lon qildi. Siz yaxshi bilasiz, bu Xitoy har qanday narsani bir simvollarga, tarixga bog'laydi. Ostonaga kelib e'lon qilishi bekor emas. Mana mashada bu Qozog'iston bu strategiyani qo'lladi. Bog'landi. Yani siz bilasiz, bu her qanday kelishim, her qanday bir narsada Xitoy o'zining boshqa nimalarini bog'laydi. Bu terrorizm qarshi kurashish, o qilish, bu qilish. Shuning bilan ming afsus Qozoq davlati o'zining Qozoq fuqarolariga shunday bir qattiq inson huquq dairasida ilgi chiqolmayotdi. Mana bu fakt. Shuning uchun bizning ahvolimizni so'ramasınız bilasiz. Chunki Uyg'urlar deydi-ku, akang kimni olsa, yangam shu. Shunday. Vaziyat mana shu. Masalan, Tarmanki hozir bu Qozog'iston bu o'zini Yevropa davlati deb hisoblaydi-da endi. Masalan, hatto davlatning futbol komandasi ham Yevropa ligida. Uning Yevropa birligining nurg'un kriteriyalari, prinsiplari imzo atgan Qozog'iston endi. Boshqa nimalarga o'xshamaydi. Ammo bunda bir sharoitning o'zida bu hozirgi bu vaziyat bu Qozog'istonninki obraz uchun foydasiz xalqaro endi. Masalan, sizlarninki bu yerdagi faoliyatinglarimiz endi albatta bu yerdagi qozoqlar u darajada besimga duch kelib tunagan qozoq qarindishimizning o'liqi Atayurt fidoyilarininki raisininki sot o'tdi, jarimani qo'yibdi. Bu sizlarning avvalinglarmi intayin qiyin bir sharoitda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Sizlarninki faoliyat doiranglar qanday bo'layotdi, qanday bir cheklamalarga uchrayapsizlar? Mesela bu ceza lagerleri meselesini anlatış cihetten olsun ve başka içtimai faaliyetler, medeniyet faaliyeti ve başka cihette. Qozog'istonning bir afzal tarafi bor. U bo'lsa ham shu asosiy qonunlar chiqarishda Qozog'iston o'zi Yevropa bilan Rossiyani ulgu tutgan. Qozog'iston konstitutsiyasi asosan Fransiya, Amerika, Angliya konstitutsiyasining asosida yozilgan. Asosiy qonun. Shuning uchun bu qonun, asosiy qonun doirasida qanday shakllanmaga yo'q. Asosan inson huquqi demokrat doirasida faoliyat qilishga bo'ladi. Da. Ammo bizning bu yerda bu milliy da'vo burundan bo'lgan qarorlar. Ko'psi buni ancha 60-yillari birinchi bu ishni boshlagan G'eni Batur Tükül ziyalar şu cümleden bilen klasik yazmışı Ziya Samerdi, Muşan hemsini bir günü üyeyi jığıp Almutu'da. Şundak degen ki, hey efendimle, ma dünya özgerdi o, sizler nimi otursizler, yezinla köp gözlerge, Moskvaga berinla, denla, bu ikisi karşı bu atıdı. Endi bizge yerden beridi. Şundan bu hareket var, mesela Yusufbek Muhlisi 70. yılları özünün giysini çıkargan. Biz nima qildik? Biz mushu an'anani 90-yillarda oldik. Bu yerdagi harakat bu jamiyatning alohidaligi asoslangan. Nima desam, bizda qarang bu Olmutada 100 mingdan ortiq Uyg'ur turadi. Har xil
bizning an'anaviy nazir chiroq, to'y to'kun, mashrab va kaza biz mo'shin foydalanib birinchi navbatda dunyo uyg'ur qurultiyining asosiy hujjatlar asosida shuning yo'llari bilan haqqa yetkazish. Masalan, har qanday milliy bizning armiyaning peshqadamlarining nazarlarida bana davamlıq söz berdi. Ben şu dünya vaziyetini kurultayının payetini yetkizimiz. Anından keyin bu meşreplerini başlanıp payetimiz şundakla bizim bana yakındılar alımla mahsus teklif kılıp bir top alımla şu nim boğatıdı, kandak boğatıdı. Bu bir yönlüşü. İkinci bir yerde bunu önemli mesela Milli Armiya ve Şarkı Türkistan Cumhuriyet Günü'nü burundan nişanlattı. Öylerde, koralada. Çünkü şunun iştirak kalabattı. Mesela ben Cumhuriyet Arap İttifakı'na reis kütüde 1994 yılı İçtimai Fenler Akademiyası'nın alımla zalıda ilmi emeli konferans ötkezgen. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin 50 yıllık münasebeten. Kandak kişiler, mesela Abdurrahman Şarkı Türkistan Başkanı Abdurrahman Mahsum Daklat, Ziya Samedi Nutu, polkovnik komandir, polkların komandiri bo'lgan Asaddiyev, Eltug'an Yunuchi va kaza. Şunu bizmi hazır birinchi uni qurultay endi rasmiylashtirdi. Her ayda degideklar bir rasmiy mana 3 fevralda sizlar qatnashdinglar. 5 o'ja vaqasi to'g'riliq doklad qildik. Anadan keyin shuni paylanib biz sizlar bilan o'tir bir onlayn konferans o'tkazdik. Shuni bu davomli shu maneverde mesela bizim Allah'ımız biz mesela mayda 29 may vaqasini bağlap ötküzümüz. O vaxtda o atı pajasının yakın. Bu yan bir yönlüşü. Bundan keyin bizim bir yerde ziyalılar köp. Ziyalıların sorunları buludu. Şu adıma veriş. Ondan başka benim kolumdan bu biraz yiz kilitçe ben akbaratname çıkarım. Uygurca, Rusça. Bunu bütkül hazır endi bunu bizim Kazakistan, Orta Asya Uygurları dünyaya takılgan keyin dünyaya takıldı Rusçasını öğretimiz. Ondan başka bunu hükümetga, Kazaklarning ziyalılarga, meşedeki mevcut amir axborot vasıtalarga bir Uygurlarning meselesi, qurultayning yaxshi chiqqan hujjatlari, nimalarini taqtish, opirish, maqola yozish, shularga yetkizish. Bu bir yo'nalish ishlar. Yoshlar bilan ishlaydigan ishlar bor. Mana shunday bir turkum mashhadiki amaliyotdan kelib chiqqan usullarni qo'llanamiz. Endi rasmiy masalan yig'in o'tkazaylik, konferans o'tkazaylik desak, uningga ruxsat bermaydi. Mana o'tganda boshqa bir yigitlar bir hay'at qurib bir oy mangdi, ruxsat bermaydi. Ama bu yerda Qozog'istonda boshqalar qaraganda faoliyatlar davomli ketib bordi. Bundan boshqa yana bir nimasi bor. Endi tan sog'lig'im yer berganlarda men masalan bultaqi Jenevadagi ham Münchendagi Milliy Kengash namoyishlardan keyin mashadan tortib bu shu yarkankicha cho'ng jutlar bor. 40 dan o'sha hammasini degidek aralab chiqdik. Uchurush o'tkazish. Masalan rasmiy bog'vonlar bilan uchish bo'ldi. Karamat uchish bog'vonlar. Shundoq bana yoqdi, bilimli ekan. Bularga biz şu qurultayning programmasi doirasidagi qurultay rahbarlarining faoliyatlarini yetkazish, bizning o'zimizning qo'limizni nim qilish, yan bir yo'nalish endi u hozir qiynalishib ketdi. Burun masalan dayliq u Xitoyning shu Uyg'urlar qarshi ep berayotgan dahshatli siyosatini pash qiladigan hujjatlik fakt dalil isbotini yig'ishdi. Mesela öz vaqtda 97-yil G'ulji fojiasi to'g'riliq Olmaotadan ketgan material asosida Amnesty International maxsus nimalarni chiqargan jurnallarni. Hozir endi bunu Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida, terrorizm qarshi doirasida ham bu tarafdagi tegishli idoralar, u yoqdagi jamoat xavfsizlik va davlat bexatarliklar qattiq besim shiltib hamma yo'llarni kesib tashlab biz bundan bu ishni qilmayapmiz. Hozir endi yengisi masalan bu guvohlik berish masalasi.
Asli biz orada çırak tügü karanlıkta bizde 97 yılı muş kaçaklı meselesi payda bolganda merhum Tamara Hanım başlık kurgan biz. İnsan hukuku himoya kılgan teşkilat. Bunun namı Uygurlarning Milli Assotsiatsiyasi degan assotsiatsiya. Bu teşkilat va hozirmi uning Hakimjon Mehmetov degan rais va o'tgan uchrashib dedim uningga. Shunday ishni ilgari surishga. Chunki ash tashkilotda asosan bu huquqshunoslar yig'ilgan. Huquqshunoslar ular Qozog'iston qonunini bildi, boshqalarni bildi. Lekin hozir buni atajurt biroz keng to'lg'anlikdan mashhad ba Uyg'urlar shaga beryotdi, ammo undaqlab bizda farqli azkan. Chunki bu 1960-yillari chiqqanlarning hozir ko'pisi 2-3 avlod. Bular u tarafdagi o'zining tuqqanlari bilan undaq zich aloqali, undaq tonish emasga. Faqat savdo setiq ishlarida, tijorat ishlarida berib kelib yurganlarkanda, shuning bilan bu Qozog'istonga 200 ming kishi chiqdi. Chiqqanda yoshlar chiqdi. Anadan keyin Qozog'istonga 90-yillardan boshlab necha minglab o'qishga chiqdi. O'qishga chiqqan qizlar bu yerga turmush chiqdi. Yigitlar o'landi. Ularning yoqda ota-onalari, aqllari, dadlari qolgan. Mana shuning uchun bu qozoq o'ralmanlarda bu yoqdagi vaziyat xeyli kuchli inkas. O'ylayman, o'zgarish bo'ladi. Bundaq endi bu qozoq davlati eng bo'lmasa qozoqlarga ega chiqdi. Bu yoqda 1,5 million qozoq bor. Shuning uchun vaziyat o'zgardi deb o'ylayman. Qarmanki bergan bu atrofli ma'lumotimiz uchun chunki hamda Qozog'istondagi Uyg'urlarning soni hamda butun chet elda muhojirat yashayotgan Uyg'urlarning sonining 50% ko'proq tashkil qildi ekan. Bunu Qozog'istonga oid muhim ham bizning vatanimizningki ishki zot darvozasi Qozog'iston. 1747 kilometr chegara bizning liniyasi. Shundoq. Qarmanka vaqt munosabati bilan agar sen qo'shimcha qiladigan so'zingiz bo'lsa anglasak, bo'lmasa programmani mishada oxirlashtirsak, albatta buningdagi siz bilan boshqa temalarda davomli suhbatlashib turishga tirishamiz. Rahmat, endi boshqa temalar savol bo'lsa, amandaq rahmat. Sizlarga utuqlar tilayman. Biz shu qurultayni qo'llaymiz. Sizlarning faoliyatlaringizni davomli shu etmoqmiz. Hozir bu yerdami ko'pchilik asosda tushunyotdi. Bu ba'zi bir savodsizlar sahnaga chiqib, har xil bir shuarlarni tashlab, ba'zilari mangandek bo'ldi, ammo u ishlar paydan-pay tuzildi deb o'ylayman. Rahmat, Qarmanka, Qozog'istondagi qarindoshlarimizning siyosiy faoliyatlarimizning bu yerdagi nimiz intan qiyin jafoliq bir sharoitda zo'r fidokorlik ko'rsatib kelyapsizlar. Inshaalloh Qozog'istonning vaziyatida demokratlashish qadamida biroz ijobiy ilgirlash bo'lar. Chunki siz deb o'tganda Qozog'istonning asosiy qonuni, G'arbning asosiy qonuni tayanib turib tuzgan, ham Yevropa Birligining nurg'un prinsiplariga imzo atgan va o'zini Yevropa davlati deb qaraydi. Inshaalloh buningdagi bu yerdagi vaziyat yaxshilana va Uyg'ur tashkilotlarimizning, Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarimizning bu yerdagi xizmatlarimi bundan keyin yana bir jonlanish bosqichiga kiradi. Rahmat, Qarmanka, takror sizga rahmatimni, minnatdorligimni bildiraman. Allah razı olsun. Rahmat sizlarga. Barbosh. Bosh. Assalomu alaykum. Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, sizlarning ko'rayotganlar Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan tasdiqlangan to'rt televiziyasining bugungi naqmaydan suhbat programmasi. Biz yuqorida hammalar tunishlik bo'lgan bizningki peshqadam inqilobchilarimizdan, milliy ustozlarimizdan Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki bosh maslahatchisi Qozog'istondan Karima Xo'jambadi akamiz bilan Uyg'urlarning Qozog'istondagi ahvoli va Xitoy qozoq munosabatlari ve bu yerdeki ceza lagerleri meselesinden bu yerdeki tesir qatarlıq temaların çöreği asas söhbet yapmadık. Şunu bu qatim söhbetimizni müşahede ahırlaştırmak için kelar qatimlik söhbetimizi görüşedik. Görüşürüz, aman bulun, hayır hoş.